Albatta bu men ishtirok etayotgan so'nggi mundial, mening so'nggi mundialim. Shu sababli men har kunimdan bahra olmoqchiman va umid qilamanki, ertangi o'yin mening so'nggi o'yinim bo'lib qolmasligini umid qilaman. Futbolda bir davr o'z yakuniga yetmoqda. Ko'pchiligimiz Ronaldo va Messi erasi deb bilgan oxirgi 20 yillikda talanti bilan ulardan da yaxshiroq Neymar va ular qatorida oltin to'p sohibiga aylangan Modric. Darvozabon bo'lishiga qaramasdan oltin to'p sovrinida uchlikka kira olgan Neuer. Ularning bir qanchasi bu ular uchun oxirgi mundial ekanligini ma'lum qilmagan bo'lsalar-da, katta ehtimol bilan bu ular uchun oxirgisi, ya'ni The Last Dance. Unda aynan mana shu o'z yakuniga yetayotgan katta bir epoxa haqida gaplashamiz. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Bugungi dasturimizni boshladik. Manuel Neuer Germaniya termasi posboni ancha yillar davomida o'zini top darajada ko'rsatib keldi. Vaqtida Casillas va Buffon kabi afsonalarga raqobat ko'rsata olgan. Neuer shu yilning 27-martida 40 yoshni qarshi olgan va Neuer faoliyati davomida 2 marta Chempionlar Ligasi va 1 marta Germaniya bilan jahon chempioniga aylangan. 2014-yil Ronaldo va Messidan keyin oltin to'p sovrini ro'yxatida 3-o'rinni egallagan. Neuer ayni vaqtda ham yaxshi o'yinlar ko'rsatib kelmoqda. 4 ta mundialda ishtirok etgan Neuer ham terma jamoasidagi faoliyatini yakunlashga qaror qilibdi. Luka Modric yana bir futbol afsonasi. Shaxsan men uchun eng yaxshi yarim himoyachilardan biri. 41 yoshda ekanligiga qaramay, haligacha top darajada o'ynamoqda. Uning uzatmalari juda ajoyib. Xorvatiya bilan oxirgi 2 ta mundialda final va yarim final bosqichlariga chiqqan Modric 2018-yili Ronaldo va Messi davrida oltin to'p sohibi bo'lishga muvaffaq bo'lgan. Modric Realdagi vaqtida ham Casemiro va Kroos bilan birgalikda ajoyib trioni vujudga keltirishgandi. Katta ehtimol bilan uning uchun oxirgi o'yini bo'lgan Portugaliyaga qarshi uchrashuvda ular bu mundialning eng emotsional va intrigali o'yinlaridan birini namoyish etishdi. Hatto shu o'yinda ham Modric ajoyib o'yin ko'rsatdi. Neymar braziliyalik afsona, vaqtida talanti bilan Messi va Ronaldodan da ustun ko'rilgandi. Neymarning bu mundialga kelishi ancha so'roq ostida qolgandi, ammo muxlislar va futbolchilarning talablariga ko'ra va o'zi ham mashg'ulotlarda hali ham yaxshi sport formada ekanligini ko'rsatganidan keyin Ancelotti uni jamoa qaydnomasiga kiritganini ma'lum qilgandi. Afsuski Braziliya nimchorak finalda Norvegiyaga mag'lub bo'lib mundialni tark etdi va Neymar ham bu mundial uchun oxirgisi bo'lganini ma'lum qildi. Messi 2022-yilda Argentina bilan jahon chempioni bo'lgandi va katta ehtimol bilan bu yilgi mundialda ham finalgacha borsa kerak. Messi hattoki hozir ham mundialning to'purariga aylanib olgan, ya'ni shu yoshida ham. Ammo bu mundialda qanday natija qayd etilishidan qat'iy nazar, Messi keyingi jahon chempionatida katta ehtimol bilan ishtirok eta olmasa kerak. Chunki shu yilning 24-iyunida 39 yoshni qarshi olgan Leo keyingi mundialda 43 yoshda bo'ladi. Hali u buni rasman e'lon qilmagan bo'lsa-da, katta ehtimol bilan bu mundial uning uchun ham oxirgisi bo'lsa kerak. Ronaldo nimchorak finaldagi Ispaniyaga qarshi o'yindan oldin u bu mundial uning uchun oxirgisi ekanligini aytgandi. Afsuski Ispaniyaga qarshi o'yinda Ispaniya 1-0 hisobidagi g'alabaga erishib, chorak finalga yo'l oldi. Ronaldo jahon chempioni bo'la olmagan bo'lishi mumkin, lekin bu Ronaldoni qilgan ishlarini yo'qqa chiqarib qo'ymaydi. U baribir dunyoning eng yaxshi 2 futbolchisidan biri sifatida qoladi. Shunday qilib, ko'z o'ngimizda bir futbol davri o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bulardan tashqari, keyingi mundialda Muhammad Saloh, Kevin De Bruyne, Sadio Mane, N'Golo Kante kabi futbolchilarni ham ko'ra olmasligimiz mumkin. Nima bo'lganda ham bu futbolchilarga bir davr uchun minnatdorchilik bildirib qolaman. Siz ham o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shunday qilib, bugungi dasturimiz ham yakunlanmoqda. Unda videoga like bosishni va sahifamizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.